turmuşda o'g'ilning mas'uliyati nima, qizning mas'uliyati nima? Şu bir cümle söz, kichikkina tabassum ayolimizning qalbiga biz o'ylab boqmagan xushalliq urg'un chachadi. Balkim bundaq erlar dunyoda mas'uliyatdan qutularishi mumkin, ammo Allohning oldiga borgan vaqtda hargiz qutulolmaydi. To'y qilish yoshidagi o'g'il qizlarga nisbatan muvofiq loyiq tepish nihoyat qiyin. Uningdan qiyin bo'lgani muvofiq loyiq deb to'y qilib bo'lgandan keyin turmushini sog'lom tutib menish texmo qiyin. Chunki atrofimizda to'y qilib uzun o'tmayli vayron bo'lgan oilalarga shohid bo'lyapmiz. Buning asosli sababi ularning turmush qarta yaxshi tayyorlik qilmaganligi, ya'ni turmush qarta tunishi to'g'ri bo'lmaganligi va shundaqla har ikki taraf turmushdagi mas'uliyatini tunmaganligi va uni ado qilmaganligi sabab bo'lyapti. Amaliyotda biz turmush qarta to'g'ri pozitsiya tuta olsak va turmushdagi mas'uliyatimizni tunib ado qila olsak, u bir dunyo baxchisi. Aksicha turmushni xato tunib, uningga tayyorlik qilmay, turmushdagi mas'uliyatimizni ado qilmasak, ilojsiz yashaydigan oshxona va yotoqdan farqi yo'q qunaga bo'ladi. Bu butunlay bizning turmush qarta tutgan pozitsiyamizga va ustimizdagi mas'uliyatni tunib ado qilishga bog'liq. Undaqda biz turmushda nimalarga diqqat qilamiz? Turmushda o'g'ilning mas'uliyati nima, qizning mas'uliyati nima? Biz bugungi darsimizda turmushdagi o'g'illarning mas'uliyati va o'g'illar turmushda diqqat qilishga tegishli ishlar haqida to'xtalamiz. Turmushda o'g'illarning birinchi mas'uliyati bo'lsa, ayoliga go'zal muomala qilish. Alloh taolo Qur'on Karimda bizni xuddi namoz o'qishga buyurgandek, ro'za tutishga buyurgandek, va ashiruhunna bil ma'ruf. Ayollaringizga yaxshi muomala qilinglar deb buyruq qildi. Çünkü Allah Teala ayollarning tabiatini yaxshi bilgachga, ularning tabiatining ehtiyojli narsasi ko'ngil bo'lish va go'zal muomala bo'lgachqa, Alloh Teala bizga ularga uni berishga buyuradi. Amaliyot qarab boqadigan bo'lsakmi, ayollar hissiyat bilan o'ratiladi. Ayollarning ruhiy o'zining 99% muhabbat, kuyinish, illiq muomala va chiroyli so'zlardan keladi. Ayollarning moddiy narsalardan oladigan xushalliqi, ruhiy o'ziqi, ma'naviy narsalardan oladigan xushalliqi, ya'ni bizning illiq muomalamizdan oladigan xushalliqining %1%ni egallashi mumkin. Agar siz ayolingizni saroyda o'ltirg'izib degan narsaning hammasini elib berib, uningga illiq muomala qilmasangiz, ayollar bu turmushdan rozi bo'lmaydi. Nurg'ulg'an erlar ayollarning bu tarafini yaxshi tushunmagachga, men sen deb uni qildim, sen uni qilib berdim, buni qilib berdim deb qilgan moddiy yaxshilikni pesh qilib, ularning ko'nglini og'irtadi. Amaliyot ayollarga muhim bo'lgani, erlarning ularga go'zal muomala qilish. Ulgimiz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hayotiga qarab boqadigan bo'lsak-mu, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayolining hissiyotiga, ko'ngliga qanchalik ahamiyat berganligini va men payg'ambar deb turmasdan ayolining hissiyotiga tushib muomala qilganligini ko'ramiz. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayoli Oysha onamiz bilan yugurishib, musobaqa qilish o'ynaydi. O'ylab boqing, bir payg'ambar ayoli bilan yugurishmak o'yindi. Nima uchun? Ayolining hissiyoti va tabiati buning bilan xushalliq topganlik uchun, uning hissiyotiga tushib, uning xushalliq ato qilish uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom uning bilan yugurishmak o'ynadi. Ammo biz-chi, ayolimizdan yugurishmak o'ynash emas, uy kirganda telefonni qo'yib, yarim soat paranglashga ahamiyat bermayapmiz. Amaliyotda bu ayolimizning haqqiga kirganlik. Allah Teala bizni kechirsin. Mayli biz sirtlarda tog'ni tarayotgandek qancha cho'ng ishlarni qilib ketaylik, bu ayolimizning haqqini bermaslikka bahona bo'lolmaydi. Shuning uchun qo'limizning kelishicha ayollarga go'zal muomala qilishga tirishish bizning birinchi mas'uliyatimiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayoli Oysha onamizni xush qilish uchun Oysha onamiz suv ichgan qochini ko'rsatib turib, Oysha onamizning eg'izi takka yerdan suv ichatdi. Oysha onamiz buni nihoyat suyunib ketdi. Oysha onamizni erkaltib, Oysha deb chaqirmasdan, "Ya Oysh, ey Oysham, Oysha gulim" deganga o'xshagan shaklda chaqiradi. Nima uchun? Uni xushal qilish uchun, uning ko'ngliga ahamiyat berish uchun. Bundan biz payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ayolni xushal qilishga, uningga ko'ngil berishga naqadar ahamiyat berganligini ko'rib olamiz. Chunki oilada ayol xushal bo'lmasa, oilada xushallik bo'lmaydi. Ayollarni xushal qilish uchun cho'ngish ketmaydi. Faqat ularning hissiyotini tushunsak-la ko'payadi. Bir tal gul yoki chiroyli gap, illiq muomala yetib hozir qilay desak, texmi oson. Eng oddiysi hozir telefonimizdagi simvollik belgilardan yurakning belgisini, gulning belgisini avazsak, ayollar shunchalik xushal bo'lib ketadi. Bozordan gul setib olib, uni hadiya qilsak, o, nihoyat xushal bo'lib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Xadija onamizga bo'lgan sevgisini ifodalab, "Ruziqtu hubbaha." Men uning muhabbati bilan rizqlantirildim degan. Hatto sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan, "Ey Rasululloh, kimni yaxshi ko'rlar?" deb so'raganda, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Oysha, "Oyshani yaxshi ko'raman" degan. Sahobalar, "Aylardan ey Rasululloh" degan vaqtida, "Abiha, uning dadasini yaxshi ko'raman" degan. Ya'ni Hazrat Abu Bakrni yaxshi ko'raman demasdan, Oyshaning dadasini deb, yana Oysha roziyallohu anhaning ismini tilga olib ifodalagan.
Şuna biz özümüzni Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti deb qarasak, ayolimizga ko'nglimizni ifodalashni o'rganaylik. Aylar ko'p ishlarni ichimizda tutamiz. Bak xush bo'lib ketsakmi va yoki qayg'ursakmi aldirab satqa chiqa olmaymiz. Ayolimizni seni yaxshi ko'rma demaymiz. Ammo ayollar ko'nglimizdagini ifodalashimizni, deyishimizni xohlaydi. Shu bir jumla so'z, kichikgina tabassum ayolimizning qalbiga biz o'ylab boqmagan xushalliq urg'un chachadi. Aksicha ayolimizga qo'pol muomala qilish, ularni haqoratlash bir butun oilani huzursiz qiladi. Biz ayollarga qo'pol muomala qilganda, ularga zulm qilganda Allohga azor bergan bo'lamiz. Allohning buyrug'iga qarshi chiqqan bo'lamiz. Ayollarga qo'pollik bilan muomala qilish va ochiqlashning ziyni faqat ayolimizning qalbi jarohatlanish bilan oyoqlashmaydi. Bu farzandimizning ruhiy dunyosini tarmar qiladi. Jidal majra ko'p bo'lgan oilada cho'ng bo'lgan bolalarning ruhiy tushkun bo'ladi. Chunki bola tuyg'usini onasidan oladi. Xafa onaning bolasi judun, chechilanga keladi. Bu bolalarning kelgusida muvaffaqiyat qozonishiga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Dadasi onasiga to'la ochiqlaydigan oiladagi bolada cho'ng kichkini buza qiladigan zo'migar psixika ketiladi. Demak, biz ayolimiz qilgan qo'pol muomalamiz bilan ayolimizning ruhini jarohatlantiramiz, o'zimizni gunohkor qilamiz, farzandlarimizni baxtsiz qilamiz. Bu nurg'un yerga chetladi. Shuning uchun pedagoglar dadaning bola qilgan eng cho'ng yaxshiligi ularning onasiga yaxshi muomala qilishi va onasini yaxshi ko'rishi deydi. Payg'ambarimizning hayoti qarab boqadigan bo'lsakmi, Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hayotida bir ayoliga qo'l ko'tarib boqqan emas. Balkim siz ular degan payg'ambarning ayoli tursa deyishingiz mumkin. Ular o'xshash inson. Ularning oilasida nurg'unlagan jidalga sabab bo'lgan ishlar bo'lgan. Ayollari Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning beshini og'ritgan, xafa qilgan, hatto gap yandirgan. Bir kuni Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarni uyga mehmonga chaqirdi. Hazrati Oysha onamiz tamoq tayyorlag'ila boshlaydi. Tamoq pishmaydi, kechikadi. Shu vaqtda Payg'ambarimizning yana bir ayoli Ummu Salama Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga tamoq etib xizmatchisini avatdi. Oysha onamiz tamoqni akiray deb turgan vaqtda xizmatchi tamoqni elib kiradi. Tamoqni Ummu Salamaning avatganligini ko'rgan Hazrati Oysha onamiz kundishi tutib, o'zini tuta olmay Ummu Salama onamiz avatgan taxsiga urib, taxsini yerga tushirib o'tadi. Taxsi yerga tushib parcha-parcha bo'ladi. Uyda mehmon bor. Agar siz uyingizga mehmon boshlagan vaqtingizda ayolingiz mushundaq ish qilsa qanday qilasiz? Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom asta yerga ingishib, chiqilgan taxsilarning hammini birma-bir tirib, xizmatchiga tutqizib, yana bir taxsidan birini elib, xizmatchiga tutqizib, uni yo'lga soladi. Ondan keyin sahobalarga g'arat ummuku, onanglarning kundish tutib qoldi. Demak, har qanday oilada jidal bo'ladi, jidalga sabab bo'lgan ishlar bo'ladi. Ammo uning qarta qanday muomala qilish, o'zimizni tutib olish oiladagi jidalni xushallikqa aylantirib oladi. Mana bu payg'ambar axloqi. Turmushda hamisha xushal o'tkilib bo'lmaydi. Ba'zi erning ochiq kelib qoladi, ba'zida ayolning xuyi tutib oladi. Ayolimizning biz yoqtirmaydigan ba'zi xuylari bo'lganiga o'xshash, bizningmi ayolimiz yoqtirmaydigan ba'zi xuylarimiz bor. Albatta hech kim mukammal emas. Alloh taolo Qur'on Karimda degandek, ayol birisi-birisiga kiyim odamni sovuqdan saqlagandek, odamning uyatlik yerini yapgandek, ayolmi birisi-birisini himoya qiladi, qo'g'daydi, birisi-birisining aybini yapadi. Shuning uchun oiladagi erning birinchi mas'uliyati ayoliga yaxshi muomala qilish. Ikkinchisi, ya'ni o'g'ilning oiladagi ikkinchi mas'uliyati bo'lsa, oilaning iqtisodiy chiqimini ustiga olish. Ayol qancha boy bo'lsa-mu, pul topsa-mu, oilaning chiqimini qilish mas'uliyati yo'q. Chunki er kishi oldim degan vaqtida oilaning chiqimini, ayolning yemak-ichmakini, kiyim-kechigini, turalg'usini hammasini ustiga olgan bo'ladi. Jamiyatimizda shundoq mas'uliyatsiz erlar borki, xotin oladi, lekin na ayoli bilan, na bolalar bilan kor yo'q. Nima yedi, nima ichdi, korisi yo'q. Balkim bundoq erlar dunyoda mas'uliyatdan qutulishi mumkin, ammo Allohning oldiga borgan vaqtda hargiz qutulmaydi. Chunki u qul haqqi. Qul haqqi degan shu odam rozi bo'lmagunchilik Alloh kechirmaydi. Hatto bir qism erlar har xil gaplar bilan ayolning to'ylig'ini xajlab olgan ishlar bor. Esimizda bo'lish kerakki, ayoli sizning ko'nglingizni avaylab bir narsa deymidi deb uni buzaq qilsangiz, har xil yolg'on yovdaq gaplar bilan uning to'ylig'ini xajlab olsangiz, o'xshashlar boshqalarning haqqini yeb olgan bo'lasiz. Bunday holatda shahid bo'lib o'lsangizmi, Alloh taolo toki u kishi rozi bo'lmaguncha kechirmaydi. Uchinchisi, ya'ni o'g'illarning uchinchi mas'uliyati oilasini islomiy hayotga yoshitish. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara. Ey müminler, sizler özünlerini ve ailenlerini dozaqdan saqlanglar. Yani ailesini Müslüman haleti yaşatış erinin mesuliyeti. Şunun için ayollar eridan kiyim talep qilgandek, pul talep qilgandek, men bundaq islomiy hayot yashayman deb buni talep qilish haqqi bor. Yuqorqi mas'uliyatdan boshqa erlar turmushda diqqat qilishga tegishli bir qancha ishlar bor. Buning birinchisi ayolning ota-onasiga, o'z ota-onasiga muomala qilgandek go'zal muomala qilish kerak. Ba'zi erlar ayoldan o'zining ota-onasiga o'z ota-onasidek muomala qilishni talab qiladi, ammo ayolning ota-onasini yoqtirmaydi, yaxshi ko'rmaydi. Hatto ularning tuli ko'ngil og'ritadi. Bu ayolning qalbini jarohatlantiradigan ishlarning birisi. Ikkinchisi, ayolning ojizligini, kamchilik sanadigan taraflarini xuddi o'zining aybini yapganga o'xshash yapish. Uni ochmaslik kerak. Chunki biz yuqorida degandek, erlar ayollar uchun kim, ya'ni uning aybini yapadi. Uchinchisi, ayolning ochiqini keltiradigan gaplarni ochiq qilishdan saqlash. Ba'zi erlar ayolni ikkinchi ayol elishini ochiq qiladi. Ko'p hollarda
ayollarda ikkinchi ayol alishga jur'at qila olmaydigan kishilar ayoliga ikkinchi ayol oldiganligini aytib ochiq qiladi. Bu orqali o'zining qimmatini his qilib xushallik topadi. Bu turmushga foydali ish emas. To'g'ri, bu shar'iy yo'lliq ish, ammo buni ko'p deyish orqali ayolni ochiq qilib o'ynash ayolning iriga bo'lgan ishonchisiga ziyonli. Shundaqla bu xil shaklda ochiqlatgan erlar ko'p hollarda ikkinchi xotin ololmaydigan erlar. To'rtinchisi, ya'ni erlar diqqat qilishga tegishli ishlarning to'rtinchisi bo'lsa, ayoli uchun yasanishga ahamiyat berish kerak. Ko'pinchimiz faqat ayollar erlar uchun yasanish kerak deb o'ylaydi. Amaliyotda erlar ayolning go'zal, xushpuroqlik bo'lishini umid qilgandek, ayollarmi erlarning go'zal, xushpuroqlik bo'lishini umid qiladi. Chunki insonning tabiati o'xshash. Go'zal puroqni, xushpuroqni hamma odam yaxshi ko'radi, badbo'ylikni hamma odam yaxshi ko'rmaydi. Bir kuni Ibn Abbos radhiyallohu anhu cheshni tarab o'zini maylayotgan vaqtida bir sahoba qishig'iga kelib, "Nemanchi qilasa?" deb so'raydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu, "Ayolim men uchun yasangandek, men ayolim uchun yasanama" deydi. Bu sahoba hayron qilib, "Bundoq gap nima deb?" deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu sura Baqaradagi "Va lahunna mislul-lazi alayhinna bil ma'ruf" erlarning ayollar ustida haqqi bo'lgandek, ayollarning erlar ustida haqqi bor degan bu oyatni dalil qilib ko'rsatdi. Demak, erlarmi ayollar uchun yasanishga, o'zini tuzashga ahamiyat berish kerak. Oxirida shu esimizda bo'lishi kerakki, ayollar Allohning erlarga topshirgan omonati. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning hayotining eng oxirida qilgan vasiyati. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vidolash nutqida "Ala istawsu bin nisa'i khayra" diqqat, ayollarga yaxshi muomala qilinglar degan. Omonatga xiyonat qilish munofiqlikning alomati. Oilamizning xushalliqi ayolimizdan keladi. Ayolimizning xushalliqi bizning ularga yaxshi muomala qilishimizdan keladi. Yuqorida biz turmushda o'g'illarning, erlarning mas'uliyatini bayon qilib o'tdik. Turmush ikki chaqliq harva o'xshaydi. Turmushning sog'lom, yaxshi davom qilishi uchun ikkili chaqi o'z rolini joriy qildirish kerak. Agar turmushda o'g'il taraf, ya'ni er kishi mas'uliyatini ado qilib, ayol kishi mas'uliyatini ado qilmasa, bu turmush yana sog'lomlanmaydi. Turmushda erlarning roli bo'lgandek, ayollarning roli bor. Erlarning mas'uliyati bo'lgandek, ayollarning mas'uliyati bor. Ayol har ikki taraf mas'uliyatini ado qilgan vaqtida sog'lom oila barpo bo'ladi. Shundaqla turmush sog'lom bo'ladi. Shuning uchun yuqorida erlarning mas'uliyati bo'lgandek, turmushda ayollarning mas'uliyati bor. Agar ayollar mas'uliyatini ado qilmasa, erlar mas'uliyatini qanchalik voyaga yetkazib ado qilib ketsin, bu turmush yana sog'lomlanmaydi. Xo'sh, undaqda turmushda ayollarning mas'uliyati nima? Ayollar diqqat qilishga tegishli ishlar qaysi? Bu haqida kitoblar qiziqsanglar, diqqatinglar kelar-kelarsimizda bo'lsin.